Yoshlarchi qo'liga kitob tush o'rniga manun ushayapti. Manun bilan katta bo'lgan bola chorni bagatir bo'ladi. Chorni bagatir degani rabochiy yo qayerdadir borib olib eng xor ish qiladigan odam bo'ladi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, bu gapimiz yoqadimi, yoqmaydimi qizig'i yo'q. Shuning uchun payg'ambar dunyoda aziz bo'lmoqchi bo'lsang o'qi degan. Aziz bo'lmoqchimisan? Aziz bir xil ma'nosi avtoritet tushuniladi, ikkinchi ma'nosi kuchlilik tushuniladi. Kuchlik, tanilgan avtoritet, zo'r odam bo'lmoqchimisan? Men payg'ambarning gapini aytyapman. Al-ilmu izzud dunyo. Ilm dunyoda odamni aziz qiladi. Va sharaful axira. Oxiratda sharafli qiladi. Yuzini yorug' qiladi, obro'li qiladi. Ya'ni bu nima degani? Dunyo va oxiratda obro'li, yaxshi inson bo'lishni xohlagan odam o'qisin. O'qisin. Nima o'qisin? Nimaga qiziqadi? Meditsina o'qisin. Nimaga qiziqadi? Zoologiya, biologiya o'qisin. Nimaga qiziqadi? Duradgor o'qisin. Hunar olsin. Zo'r duradgor talash, zo'r buxgalter talash, zo'r doktor talash, zo'r dehqon talash, zo'r povur talash. Mana hozir tumanlarni zo'r povurni borib, ya'ni oyda 15 to'yga aytolmaysiz. Men javob beraman, aytolmaysiz. Yo, bandman deydi, mana daftar deydi. Noyabrda bir 22lariga bo'shman deydi. Zo'ru. Pachaqaga borsangiz, degan bo'sh bag'iga olasiz. Bo'ling ana o'sha men pachaq povur bo'lsam, siz zo'r povur bo'ling. Mana men sizni qoniqtiradigan ma'ruzani qila olmaysam, nidavolim bo'lib, norozi bo'lib, boring o'qib keling oshda. Yorib yuboring ma'ruzani. Maytda o'tirib xassangiz olib berib xizmat qilaylik. Uvillatib yuboring ma'ruza qilganda, agar bizga yoqmayotgan bo'lsa. Boring o'qib keling.